Hop, majburiy matematikada tushayotgan yana quyidagi bir masalani ko'rib o'tamiz. Do'kondagi choynak 6400 so'm turadi. Oyning oxirida narxlar pasayib, choynakning narxi 5440 so'm bo'lib qoldi. Choynakning narxi necha foizga kamaygan? A 10 foizga kamaygan, B 25 foizga kamaygan, C 20 foizga kamaygan, D javob 15 foizga kamaygan. Shu masalani endi doskada ko'rib o'tamiz. Xo'p, 100 foizi nima ekan? 6400 so'm bo'lsa, necha foizi 5440 bo'ladi? Shuni topishimiz kerak. Ya'ni x barobar deymiz. 5440 taqsim 6400 ko'paytirilgan 100 foiz deymiz. Xo'p, nollarni qisqartirib oladigan bo'lsak, xo'p 64 bo'ladi. 5440 ni 64 ga bo'ladigan bo'lsak 85 bo'ladi. Ya'ni 85 foiz ekan. Endi o'zi 100 foizimiz 6400 bo'lsa, ya'ni 85 foizi 5440 bo'lsa, demak 15 foizga kamaygan. Ya'ni 100 dan 85 ayiradigan bo'lsak, nima ekan? 15 foizga kamaygan. Javobimiz D bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yamiz.